Rahmat janob. Kelib turing. Aha. Voh, qishloqlar buni qaranglar. Men 2,5 stak izumrud oldim. Wow, ajoyibga shahis. Albatta, bu bizning ish haqqilarimiz barchasi shaharda ishlab 2 kunda shuncha pul topdik. Bo'ldi, qanday tushunsa bo'ladi? Sizlar necha stak topdingsan? Ha, qo'yaver. Necha stak aytaver. Ha, 4 stakda. Vo, молодец, normal ishlabsan. Sen necha stak topding? Ha, men 3,5 stak. Normal, eng kam stak men topibman-da. Ha, mayli, bo'lmasa mayli bo'ldi. Qishloqlar bo'lmasa ketdik qishloqqa va mazza qilib ishlatamiz. Mazza qilib buni borib 1 oyga ishlatamiz. Aytgancha barcha-barchaga salom do'stlar. Men ismim Shahis va men yangi videoroligimga xush kelibsizlar. Do'stlar, buni qaranglar, biz hozir bankdan chiqyapmiz. Bankdan pullarimizni shuni maydalatib, maydalatmadik. O'sha shaharda ishlagan pullarimizni kartaga tashladik va kartadan bankdan chiqarib yubordik. Unda mayli, davay mashinaga o'tiringlar, ketdik. Xaloyiq. Yaxshimisizlar? Yaxshi kelinglar shaharda. Buni qaranglar, men yangi sistema o'rnatdim. Endi bu hamma narsa pulli bo'ladi. Mer tushunmadim, nimalar qilib tashasiz bu yerga? Hamma narsa pulli nimalar deganingiz bu yerga? Nima, hamma narsalar bironma qilsa ham pul to'lashimiz kerakmi? Ha, yur ortimdan ko'rsataman. Bu qishloqlar nimalar bo'lyapti? Mana keldim. Qarochi, mana so'chmoqchi bo'lsa pul to'laysan va so'chasan. Nima edi? Nimalar deyapsiz? Mer, nimalar deb qo'ydingiz? Nimalar qilib qo'ydingiz, mer? Tushunmayman sizga. Men bilan buzmoqchi bo'lsang, birinchi o'rinda pul to'lashing kerak. Mer, o'zingizni bosing. Nimalar deganingiz bu axir? Men qanday qilib pul to'layman? Bu qayerdan keldi bu? Bular barchasi pulli, nima? Buzib bo'lmaydimi? Buzib bo'lmay xohlasang buzib ko'r. Buz olmaysan. Birinchi pul to'laysan, keyin buz olasan. Mayli. Obunachilar, sizlarga modlik kerakmi? Unda men o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. Bilasizlar, yaqinda men o'zimni Telegram akkauntimni o'chirib yuborgandim. Shu sababdan yangi kanallar va yangi akkauntlar ochdim. Eski kanallarga obuna bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Umuman kerak emas endi ular. Meni yangi kanalimga va chatlarimga obuna bo'lib qo'yinglar va modlarni o'sha yerdan olinglar. Yangi modlarni tashlab boraman. Barchalaringizni kutib qolaman. Voy, tushunmadimmi? Mer, lekin boru siz вообще bo'lib ketyapsiz. Siz keling bir. Nima qilyapsan o'zing o'zing? Qarochi, o'sha gap. Pul to'laysan kirasan. Okey do'stlar, qishloqlar. Qaranglar. Bu mer qarochi hamma narsani pulli qilib tashabdi. Nima? Rostdan? Ha, hamma narsa pulli buyurdi. Yo'q. Ha, mer shuncha pullarimizni bilganda u pullarni sen video qilmadingmi? Men hali hech kimga video ko'rsatganim yo'q. Yo'q. Ha, mayli, bular ish bo'ldi, mayli. Arzon bo'lsa kerak. Ha, arzon bo'lsa kerak. Mayli. Qishloqlar. Do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Buni qaranglar, bu barcha narsa pulli bo'layotibdi. Ayog'i qayerda pulli bo'ladi? Voy. Tushunmadim, ochil. Meni uyim. Ochilishing keraksan. Bu do'stlar, qani nechta izimrud tiqsak bu ochilar ekan, ha? Bitta izimrud tiqsak ochilarmikan? Izimrud tiqsak ochilarmikan? Yo'q, qada ochiladi bitta izimrudga. Okey do'stlar, hozir qancha olar ekan? Hammasini tiqib ko'raylikchi. Tushunmadim do'stlar, buni qaranglar, 16 ta qoldi izimrudim. Nima? 32 tadan 16 ta qo'ygan bo'lsa, 16 taga kiramanmi? Qani. Yo'q do'stlar, tushunmadim. Nimalar qilib tashagan bu mer? Do'stlar, barcha narsalar pulli qilib tashabdi. Ha, do'stlar, bir nima qilmasak bo'lmaydi, Bu nimasi? Voy, tushunmadim. Do'stlar. Ha, qishloq nima bo'ldi? Meni uyimga kirishimga 3 stak izimrud oldi. 3 stak izimrud? Ha. Qara shoga sen tiqib ko'r. Yo'q, aytmayman, men o'zi 2,5 stak ham qolmadi, o'zi 2 stak izimrudim qoldi. Bular nima qilayotgan ekan, do'stlar? Qani ko'raylikchi nima gap ekan. Qishloqqa nima qilib o'tiribsan? Mana bu mer xayol surib o'tiribdi, yana nimalar rejalashtiryapti bilmayapman-da. Qani mer ko'rinmaydi-yu. Mana ko'rmayapsanmi? Ha, haqiqatan nimalar qilib o'tirgan ekan, do'stlar, buni qaranglar. Nimadirda xayol suryapti-da, nimadirda xayol suryapti. Ha, aytma. Yana nimani pulli qilsam ekan, nimani? Ha, qiziq. Sandiqlarni pulli qilsam ekan, sandiq, uxlash, hamma narsa, mer staklar, pechkalarni ochish uchun pulli qilsam ekan, juda ham ajoyib fikr ekan. Ha, va men bo'yimga nima, men telefonimga mana xabarlar tushyapti, pullar kelyapti. Ha, yaxshi, unda mayli boyaki hamma narsani pulli qilamiz, hamma instrumentlarni qarochi. Qishloqqa lekin zo'r fikr berding. Ha, bu juda ham zo'r fikr bo'ladi lekin.
Ha, unda mayli bo'lmasa mana buni birinchi qo'yib olishimiz kerak. Okey. Yaxshi. Hozir yaxshilab qalampir surtamiz bunga. Okey. Xo'p, ana endi mana bu sousdan ham qo'yish kerak, juda ham achchiq. Va hozir buni ham okey, yaxshilab okey. Xo'p, barchasi yaxshi. O yaxshi do'stlar. Mana juda ham achchiq bo'ldi va achchiq bo'ldi. Ana endi hozir buni faqat merga bersak bo'ldi. Hozir shuni asla merga beramiz, lekin bundan oldin do'stlar mana bu suvni yopib qo'yish kerak va mer o'ylash kerakki, pul to'lash kerak mana bu suvni ichish uchun. Yaxshi, juda ham ajoyib fikr lekin do'stlar. Xo'p, yaxshi. Xo'p, to'xtanglar do'stlar. Mana uyimni yopib qo'yganmikin? Mana yopib qo'yganmikinman do'stlar. Okey, buni yopib qo'yamiz. Va yaxshi. Ana endi pul to'lash kerak bo'ladi. Yaxshi. Qishloq suv qani? Suv mana kisamda. Olib chiqasan, suv sotyapman deyman, короче, shunday bo'ladi-da. Olib chiqquningcha o'zi suvni ham olib kelaman. Aha, bo'ldi, davay bo'lmasa xo'p. Yaxshi. Mer. Mer yaxshimisiz, mer? Nima gap, nima shay bor? Pulga qolmay qolaman. Yo'q, nima, просто mam sendvich. Achumadi bu qara baxat. Qara bitta sandvichingdan berchi. Davay, tez. Tekinmi? Albatta sizga hamma narsa tekin, u bilasiz, hamma narsa sizga tekin. Okey, qani u. Juda ham hidi zo'r ekan, lekin borib qani hozir bitta tatib ko'raman. Hozir ta'mini senga aytaman. Sen tatib ko'rmabsan, ha. Yaxshi. Ana, tushmadim. Nima achchiqmi? Suv. O, vasha achchiqligini, suv kerak, suv. Mer, to'xtang, mer. Mer, qayerga ketyapsiz, mer? Nima bu suv yopiq? Siz pul to'lashingiz kerak, pul to'lasangiz keyin ochiladi-yu bu. Nima tushmadim, yo'q, pul to'lamayman. Qanday qilib pul to'layman? Suv kerak, suv. Mana suv, mana pul to'laysiz. To'xtang, bo'lmasa mani uyimda suv bor. Buni ololmaysiz. Mani uyimda suv bor. Faqat uni ochish kerak edi. Yur, ochaylik faqat. Okey, da, yuring bo'lmasa, yuring, keling. Mer, qayerlarga ketyapsiz? O'zingizni bossang, mer. Juda vaqt ketyapti hozir. Suv bormi uyda? Ha, uyimda suv bor. Faqat uyimni ochish kerak. Bo'la, yur, ketdi, uyni ochib beraman. Voy, mer, nimalar bo'lib ketyapti, mer? To'xtang, mer. Day, pul tuqing, pul. Okey, mana ochildi, davay. Mana ochildi. Hoppa, mana ochildi ana. Keling, davay, tez kiring. Okey, do'stlar, suv ham yo'q ekan. Mer, suv qolmabdi, mer, mana suv umuman qolmabdi, mana suv bor deb o'ylagandim. Nima deb qo'yding? Uyga ketdim. Voy. Mer, to'xtang, mer. Mer, shoshmang, mer. Voy, mer. Uyga kirg'iz. Abi pulli. Davay, kiring. Uni qanday ochiladi? Bankomatga to'lash kerak. Qaysi bankomat? O'zingiz bilasiz-ku. Qaysi bankomatga to'lash kerakligini. Qani, qayerga yoshirib qo'ydilar, men to'layman. Voy, pul bo'lib qolmabdi-yu. Qanday qilib ochib bo'ladi? Mana suv sotyapti. Mana suv sotyapti, suv. Mana suvdan olsangiz bo'ladi, mer. O'zingiz bosing, mayli. Faqat ham bunaqa narsalarni yo'qotasiz, xo'pmi? Okey. Hamma narsalarni yo'qotasiz sistemani. Bo'ladimi? Xo'p, barchasiga roziman. Okey, mayli. Ovaling, mer. Короче, bo'ldi, hamma narsani yig'ishtiringlar, pul menga вообще kerak emas, xo'pmi? Okey, mer, mana. Okey, mana. Ochildi, mana kiravering. Bo'ldi, вообще-то bunaqa ish qilmayman. Ochib yopyapti, bo'ldi, tinch qurug'im. Voy, do'stlar, mana Vanihoyat o'xshadi-yu qishloqqa. Vanihoyat o'xshadigan ishda pulli emasmi? Yo'q, menimcha hamma narsa pulli emas. Qani hozir bitta uyni eshigini ochib ko'ramiz. Okey. Hammasi ochildi. Qishloq, sani reja juda ham cho'tki ishladi. Aha, davay, sog' bo'l. Davay, mayli. Juda ham ajoyib reja bo'ldi lekin. Voy, do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Do'stlar, вообще mana bu barcha narsani pulli qilib tashagan va biz hozir pullini nima qilib boshladik. Bo'ldi, qishloq, o'zingni bos. Uchisidagi zimrotimni qaytarsin, mer. Endi nima qilarding? Ishlab topolasan. Mana men senga bir stak zimrot. Xafa bo'lma. Rahmat, Shahis. Aha. Okey, mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana Shahis bo'ldim. Kelasi videolarga chiqishguncha xayr. Do'stlar, bunaqa mer bor вообще. Lekin men tushungan odam ekan, bizni tushundi. Mayli do'stlar. Mermasam merda baribir ham. Suv berdik unga, suvni oldi va mazza qilib ichdi.
va bunaqa narsalarni yo'qotishimizni buyurdi. O'zimiz mana shuni yo'qotib tashlaymiz do'stlar. Ha, mayli do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. Aytgancha bunaqa modlar kerak bo'lsa, sizlarga mana bunaqa modlar barchasi Telegram kanalida bo'ladi. Okey, mayli, sog' salomat bo'ling.